Ustozim hayotda o'rgatganingiz uchun. Yaxshi shogird bo'lganing uchun bitta zo'r biznes bor. Qanaqa? Semirtirib so'yish nomi. Boshlaylik unda. Yur. O'zing bos qolay. Bu biznesni boshlanishi, raqibni yo'q tashlab biz tashlang tushundingmi? Yutganimdan keyin nima qiling? Xalqqa yo'qolgan gapni gapirgan, xalq seni yaxshi ko'rib qolsa, bo'ldi. Ishingni kapata qolasanmi? Ha, olib keling taqaman. Yudi, bos. Xalqni sizlarga yaxshi ko'raman. Patiska qilinglar. Mana kelishilgan pul zo'r yiqilding, maradis. O'zing ish qilasan. Talabaman. Yaxshilab o'qib, bo'lmasa mana shunaqa kalta yeb yuraverasan, cho'l. Ustoz, bu safar aniq yutaman. Nega? Qora makisiga olganman. Bu pulni. Ustoz, buni yutsam 10-g'alabam bo'ladi. Omad choq olg'a. Ha, sodda shogird, ha. O'zim yutib olman deb o'ylayapti. Ha, pulini berib qo'yapman. Raqibimni qarang, zubachiskayu. Rezina bas, bu safar yutmaysan, yutqizib berasan. Ye, nega? Biznesning nomi nima edi? Semirtirib so'yish. Ha, yasha, sen semirding. Xalq senga ishonadi. Hamma pul tikkan, shuning uchun yutqizib berasan. Ye, nima bo'ladi keyin? Menga qara, hozir yutsang 1000 dollar olasan. Ha, yutqizib berishingga 100 ming beramiz deyapti. Dollarda taklif qilishyapti. Ye, ustoz, xalq ishonchi nima bo'ladi? Hamma menga ishongan-ku. Sudyalar sotildi deysan, revansh so'rayman, yor tashlayman keyin safar deysan. Keyin yana hammasi iziga tushib ketadi. Bo'ldi, nechinchi raund yutqizib bering? Hozir bor yutqizib. Pul salingan joyi keldi. Mana bitta turda yiqilib beraman. Ye, ustoz, yutqazib turib ham shuncha pul topsa bo'lar ekan-a? Bo'ladi-ya, qoravoy. Qanaqa bola bo'ldingsan o'zi? Shoshma gapirib. Ha, tinchlik bor, nima bo'ldi? Men bu nodon o'g'lim uydagi bolbudimizni olib chiqib, qimorga pul tikib, hammadan qarz qurz bo'lib, yana yutqizib qo'yibdi. 10 marta jangida yutgandi, ishonib pul tikuvdim. Qimor rostlagan ham ishonasanmi? Shu yoshga chiqqanda qanaqa qilib shuncha pulni to'layman? Yur oldimga. Bechoralar. Endi tushundim, ustoz. Bizaga berilgan bu pullar kimnidir oyligi, kimlarnidir bola chaqasini haqqi qarz olib qimorga tikilgan pul ekanda. To'g'ri. Bir narsani unutmagin shogird, bu dunyoda qimor o'ynagan emas, qimor o'ynatgan yutadi. Let's get it started in here.